4-sinf tarbiya darsligi. Mavzu: cheksiz olam. Darsning maqsadi: o'quvchilarga koinotning cheksizligi, uning tuzilishi va asosiy elementlari, sayyohlar, yulduzlar, galaktikalar haqida ilmiy tushuncha berish, o'quvchilarda koinotga nisbatan qiziqish uyg'otish va ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish, o'quvchilarning tahlil qilish, taqqoslash va xulosalar ko'nikmalarini shakllantirish. Qanday qilib dunyo bo'ylab sayohat qilish mumkin? Anvar bu savolni akasiga berdi. Bu ancha murakkab bo'lsa kerak-a? deya qo'shimcha qildi u. Sayohat har xil bo'ladi. Vatanimizning barcha diqqatga sazovor joylarini mashina, avtobus yoki velosipedda yurib ko'rib chiqish mumkin. Uzoqdagi xorijiy mamlakatlarni qanday ko'rish mumkin? Dunyo kezish uchun ko'p imkoniyatlar mavjud. Masalan, Ikrom amaki tadbirkor. U tez-tez ishi yuzasidan Germaniya, Angliya, Chexiya va Rossiya kabi davlatlarga sayohat qiladi. Doshing Javohir bu yil Qozog'iston, Gruziya va Singapurga bordi. Bilasanmi, qanday qilib? Chunki u matematika bo'yicha fan olimpiadalari g'olibi. U turli mamlakatlarga, xalqaro olimpiadalarga boradi. To'g'ri, qo'shnimiz Lola endigina 10 yoshga kirgan bo'lsa ham Fransiya, AQSh, Italiya va Kanadada bo'lgan. Chunki u musiqa bilan shug'ullanadi va turli mamlakatlarga o'tkazilgan iqtidorli skripkachilar tanlovlarida qatnashadi. Musobaqa va tanlovlar zo'r imkoniyat deya xitob qildi Anvar. Kamol maktabimizda o'qiydi. U sportchi. Bu yil Braziliya, Koreya va Gretsiyadagi musobaqalarga bordi. Akasi unga Misr, Tailand, Indoneziya va Tunisga tinimsiz sayohat qildi. O'zi sayohat nima? Sayohat bu bir joydan boshqa joyga borish, yangi joylarni ko'rish, turli xalqlar hayoti bilan tanishish demakdir. Masalan, kimdir Turkiya, kimdir Rossiya, yana kimdir esa Xitoy yoki Fransiyaga sayohat qiladi. Biz nima uchun sayohat qilishimiz kerak ekan? Birinchi navbatda, sayohat qilish bu juda foydali hisoblanadi. Yangi joylarni ko'ramiz, turli xalqlarning madaniyati bilan tanishamiz, yangi do'stlar orttiramiz, bilimimiz va dunyoqarashimiz kengayadi. Dam olamiz va quvnoq vaqt o'tkazamiz. Biz sayohatga chiqishdan oldin o'zimiz bilan nimalarni olishimiz kerak ekan? Birinchi navbatda pasport. Bu bizning kimligimizni ko'rsatuvchi hujjat hisoblanadi. Keyingi navbatda esa chipta, samolyot, avtobus yoki poyezd uchun olinadi. Keyingisi sumka yoki ryukzak. Ichiga kiyim-kechak, tish cho'tka, kitob va kerakli narsalarni solib olamiz. Pul yoki karta. Kerakli narsalarni sotib olishimiz uchun kerakli hisoblanadi. Ota-ona ruxsati. Bolalar albatta kattalar bilan sayohat qilishlari kerakdir. Biz qaysi davlatlarga borishimiz mumkin ekan? Demak, o'zbekistonliklar uchun Turkiya, Qozog'iston, Ozarbayjon, Gruziya kabi mamlakatlarga vizasiz biz bora olar ekanmiz. Biz sayohat paytida nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda, begona joyda yo'qolib qolmaslik uchun ota-onamizdan uzoqqa ketmasligimiz, mahalliy odatlarga hurmat bilan qarashimiz, tashlandiq joylarga bormasligimiz, har doim xavfsizlik qoidalariga rioya qilishimiz, sayohat qiziqarli bo'lishi uchun esa rasmga tushishimiz, ko'rgan narsalarimizni daftar yoki kundalikka yozib borishimiz, yangi taomlarni tatib ko'rishimiz, yangi do'stlarga o'z yurtimiz haqida gapirib berishimiz.
Yuqoridagi rasmga qarab qayta hikoyalaymiz va daftarimizga tushiramiz. Sayohat deganda o'zi biz nimalarni tushundik, nimalar qilishimiz kerak ekan sayohat davomida. Bularning barchasidan foydalanib, rasmga asoslanib hikoyamizni qayta hikoyalaymiz. Keyingi matnimiz Barno xolasini eslatdi. Chunki u sayyohlik kompaniyasida ishlaydi. Shuningdek, savdo-sotiq bilan shug'ullanuvchi Turkiya, Hindiston, Xitoy va Polshaga tez-tez borib turadigan do'sti haqida gapirib berdi. Turli mamlakatlarga sayohat qilishga to'g'ri keladigan kasblar ko'p. Masalan, diplomatlar, tarjimonlar, gidlar va boshqalar. Ammo sen shuni tushunishing kerakki, bu yerda eng asosiysi muvaffaqiyatli inson bo'lib yetishish kerakligidir. Muvaffaqiyatli insonlar qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar, o'zlari istagan mamlakatga sayohatga borish imkoniyatlari bo'ladi. Anvar o'ylanib qoldi. Demak, yaxshi o'qishim, universitetga kirishim va haqiqiy mutaxassis bo'lishim kerak ekan. Shunda mening imkoniyatlarim kengayadi. Sayohatga ham bora olaman. Barakalla, to'g'ri xulosa chiqarding, deya akasi Anvarning qo'lini siqib qo'ydi. Anvar hayotda muvaffaqiyat qozonish kerak degan xulosaga keldi. U o'z sayohatining eng yaxshisiga aylanadi. Keyin u butun oilasini Angliyaga olib boradi yoki Avstraliyagami? U buni keyinroq hal qiladi. Hozircha uning oldidagi asosiy vazifa o'qish. Chunki ilm olish muvaffaqiyat sari yo'lning boshlanishidir. Sayohat qilish bu dunyoni tanish, o'rganish va hayotimizni yanada qiziqarli qilishning eng yaxshi yo'li hisoblanadi. Har bir safar bizga yangi bilim, yangi his-tuyg'u, esda qolarli xotiralarni olib keladi. Mavzuyimiz yuzasidan savollar berilgan ekan. Birinchisi, turli mamlakatlarga sayohat qilish uchun qanday imkoniyatlarni bilasiz? Hikoyada tilga olingan mamlakatlarni sanab bering. Qaysi kasblar dunyo bo'ylab sayohat qilish bilan bog'liq? Muvaffaqiyatli inson iborasini qanday tushunasiz? O'z sohasining ustasi kim? Agar sizda dunyoning istalgan 3 ta davlatiga sayohat qilish taklif berilganda, qaysi davlatlarni tanlagan bo'lar edingiz? Demak, har birimiz sayohat qilishni juda ham xohlaymiz. Demak, biz buning uchun albatta yaxshi bilim olishimiz, o'z oldimizga qo'ygan kasbimizga intilishimiz, maqsadimizga erishishimiz, o'zimiz xohlagan hayotda yashashimiz uchun biz har doim harakat qilishimiz va olg'a intilishimiz kerak ekan. Mavzuyimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, e'tiboringiz uchun rahmat.